Aytinglar, u meni o'ldiraman dedi. Ha, sho'maymiz. Axir u otniki qassob, u hech qachon o'ldirolmaydi. Ket, iltimos ket. Yo'q, kim bo'ldi ertalabdan olsin. Soat endi 7 bo'lgan bo'lsa 8. Ana hozir tak dijital. Nima gaping bor? Nimaga meni yarim ertalabdan chaqiryapsa uyqum buzildi. Qishlog'i boru ana bu. Yangi kelgan qassobni qo'shnisi. Ha, bo'ldi, esladim xo'sh. O'sha kechadan beri yo'q. Qayoqqa ketdi? Hop, menga nima daxli bor bu yo'qolganini? Yaxshidaki, unga qo'shnisi yangi qassob bor-ku. Ha. O'sha kecha uni seni o'g'irlab ketaman degan ekan. O'sha ishonmagan edik. O'sha kundan so'ng u yo'q. Mayli, u holda sen uyingga borib tur, men o'zim boraman. Qo'sh qani oydinlik kiritaman. Bo'pti, bor yo'qol endi. Jinosim qishloqqa loptasini uxlashga ham hojat yo'q, jinosim. Sandig'im har doimgidek bo'sh. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birgalikda men o'sha kech do'stlar. Yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Xullas, bugungi videoda ko'rib turganingizdek ertalabdan qishloqlar muammo chiqaryapti yana. Agarda do'stlar ovozim sal yaxshi kelmayotgan bo'lsa uzr so'rayman, chunki o'zim ozgincha kasalman, shunga endi uzr so'rayman hammalardan. O'shunda video boshlanishidan like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki shu yangi kanalimizda tez orada 50 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Unda ko'p. Hozir biza bu yerda kompyuterda qarang, soat 7:30 bo'libdi. Hozir endi demak biz ishlarimizni qilaylik. Aytgancha men birinchi bo'lib topor yasab olmoqchi edim. Ya'ni topor. O'tdi. Bo'ldi. Menga bitta topor kerak edi, buni ham yasab oldim. Endi biza do'stlar, bizlarda olmosli lapatki bor. Endi biza огородlarimizni tuzalaymiz. Yo'q, Yitil, sen hali ham yetmadingmi? Ketaver, bo'pti, topib beraman, bor. Xo'sh, yetsa bo'ldi men uchun. Endi bularni tozalab chiqamiz. Bularni tozalaymiz. Afsuski biza bedrock edishindamiz. Zal edition bo'lganda aytgancha kim kuz keldi-da, kuz ham eslaman kelib oldi. Endi bitdan olamiz bo'ldi. Deyarli tozalab ham bo'ldik do'stlarda. Sabzi va kartoshka yaxshi hosil bo'libdi. Yaxshi, endi ular ekib chiqsak bo'ldi. Yaxshi, okey. Voy, kartoshka hamma joyi hozirlik qilib beribdi bizga. Men masalan kartoshkani ikkalasini ham yaxshi ko'raman. Sizlar qanday sabzavotni yaxshi ko'rasizlar? Menga ko'proq kartoshka yoqsa kerak, sabzidan ko'ra bilmadim. Bu 48 tadan oshib qoldi. Ajoyib. Endi biz buni merga beramiz, lekin mer uyida bo'lmasa kerak har doimgidek. Aytganimdek, yo'q demay mana shu yerga bomba.
Nerede umarım ketsa bo'ladimi? Yo'q, lekin biz buni ishlab qilmaymiz. Demak, aytganimdek, mer uzoqroqqa ketibdi. Hozir endi biza ana nima deyishayotgan edi ular bilmadim, esimda ham yo'q. Jitilni topish kerak. Nima bu hali ham ketmadingmi? Jitil nima? Qayerda bo'ldi? Qassob deyapsa, o'sha o'zimizni yerga ko'chib kelgan yangi qassobmi? Ha, o'sha kechadan beri yo'q bo'lib qoldi. U gapir dudulanmasdan tezroq, iltimos. Men shashilyapman juda. Ular 10-chi qishloqni o'g'irlab ketdi. Xullas bilmadim yana. U aytdi bizga. Kecha o'tirganimiz soat edi. Gaplashib o'tiruvdik. Birdan qassob haqida gapirdi. U men o'g'irlab ketaman, o'ldiraman dedi. Biz esa ishonmadik. Ahmoq, nimaga? Hozir men uni uyiniga borib ko'raman unda. Xo'sh, qani? Yaxshi. Ularni qo'yamiz. Qayoqdan kelib menga? Yo'q, qani borib kelaylikchi Rahim qassobning uyiga. Rahim qassob bu bizning qishlog'imizga yangi ko'chib kelgan qassob. Mana qiziq, nima qilyapti? Uydami, yo'qmi? Bilmasam. Men uyda bo'lmasa kerak. Hozir oynasidan qaraymiz. Yo'q shekilli, yo'q ekan. Xullas bu 10-chi qishloqning uyi mana shu. O'zi ham hech narsasi qolmabdi ham bechorani. Xo'sh, qiziq. Ichkarida kimdir bormi, yo'qmi? Yo'q, hech kim yo'q-da. Yo'q, ana bu nima bu? Nima ana bu? Hozir eshik ochib ko'raylik. Agarda o'q bilan bursam ovoz chiqadi, demak urib uzaman. O'shani uzoqlashamiz va buzildi. Xo'sh, uncha ovoz chiqmadi. Eshik asta yopamiz, pastga. Ha, bola bor bu yerda. Tushdik va hech narsa yo'q hozircha. Mana balkim bu yerda biron bir narsa bormi? Qiziq, nimadir bor shu yerda. Men sezyapman, nimadir bor. Sezyapman. Mayli. Kechir, nima bor bo'lsa ham o'z yo'liga. Qiziq. Menimcha aniq nimadir bor. Balkim yaxshiroq pastroqqa tushib qarab ko'rmadim. Yaxshisi kechroq tushaman. Qo'llarim bilan. Tak, mana yarim kechasi ham bo'ldi, jinosim. Yarim kechasi ham bo'ldi. Statada soat 3. Hozir men bu yerda men yashirib qo'ygan yashirin sondig'imni ichida pistolet bor edi. Oddiygina qassobimda 4 dona patron ham ketaveradi. Tak, endi sekin tushamiz, menimcha u yo'q bo'lish kerak. Sekin. Mayli, e'tibor bermaymiz. Sekin. Kim yo'q atrofda. Eshik tak. Tushamiz atrofga. Bu yerda nimadir yo'q, hech narsa yo'q. Buzib ko'rish kerak. Nima u bekordan bekorga bu yerda ko'rmagan. Yo'ldan buzib ko'ramiz. Qishloqi? Sen? Nima bo'ldi? Ayt.
Seni kim qamadi? Kim qamadi bu yerga issiqda malad deb tur. Stop, sizman deb vurishim kerak. Opamsman deb bo'lishdi. Bana bitdim. Kraliçe. Qishloq kim bu yerga seni qamadi? Ayt. Bu qasob o. Judayam vahshiy edi. Xuddi manyakka o'xshab. U kechasi uxlayotgandi. Boshimga nimadir bilan urib. Shundan kechgacha o'shanga kelganimda shu yerda turgan edim. Yordam bergich. Hozir buzish qiyin. Qo'rqma, shiyta qol, seni ozod qilaman. Yo'q, kech, orqaga qara. Nima? Qo'rqam. Jonsiz.